kanalining aziz va qadrdon muxlislari. Men dod deb yuborishdan zo'rg'a o'zimni tiydim. Tomog'imga nimadir tiqilib qolgandi. Uning barmoqlari yelkamdan pastga, kuraklarim orasiga sirg'alib tushdi va o'sha yerda qotib qoldi. Butun vujudim bunga javoban titrab ketdi. Men ko'zlarimni ocha olmasdim. Nafaqat qo'rqqanimdan, balki buni xohlaganimdan. Uning issiq nafasi qulog'imga urildi. U pichirladi. Qo'rqmang, Laylo. U ismimni aytdi. Kelinoyi demadi. U birinchi marta ismimni aytdi. Uning nafasi mening marhum erimning hidi bilan deyarli bir xil edi. Lekin bu o'sha hid emasdi. Bu boshqacha, yanada xavfliroq, yanada o'tkirroq hid edi. Chunki bu odam erimning ukasi, mening qaynim Rustam edi. Assalomu alaykum. Mening ismim Laylo. Bugun men sizga aytib beradigan hikoya. Bu shunchaki sevgi qissasi emas. Bu motam, yolg'izlik va taqiqning eng shirin mevasi haqidagi tavba. 1 yil avval men baxtli edim. Turmush o'rtog'im Farhod dunyodagi eng yaxshi inson edi. Biz bir-birimizni tushunardik. Sevib yashardik. Keyin o'sha la'nati avtohalokat bo'ldi. Bir lahzada men hammasidan ayrildim. Men nafaqat erimdan, balki hayotimning bir qismidan, ranglaridan judo bo'ldim. Men 28 yoshli beva edim. Dunyo kul rangga aylandi. Qaynonamning uyi motamxona edi. Hamma menga achinib qarardi. Bechora kelin. Endi nima qiladi? Yolg'iz qoldi-ya. Bu uydagi hamma narsa menga Farhodni eslatardi. Uning kiyimlari, uning kulgusi, uning ukasi Rustam. U Farhodga o'xshamasdi. Farhod jiddiy, vazmin bo'lsa, Rustam doim sho'x, hazilkash, biroz beo'xshov yigit edi. Men unga doim kelinoyilik vazifasi bilan biroz yuqoridan qarardim. U men uchun hali ham futbol o'ynab yurgan o'sha bolakay edi. Farhodning vafotidan keyin u butunlay o'zgardi. 40 marosimi o'tdi. 52. Motam tugadi. Lekin mening qalbimdagi qish tugamadi. Qaynonam, qizim, shu yerda yashayverasiz. Siz bizga Farhodimning yodigorisiz derdi. Men esa bu uyda o'zimni tirik murdadek his qilardim. Bir kuni kechasi chiroq o'chib qoldi. Men qorong'ilikdan qo'rqardim. Farhod bo'lganida u darhol to'g'rilardi. Endi esa men qo'rquvdan yig'lab yubordim. Kimga qo'ng'iroq qilishni bilmay, adashib Rustamning raqamini terdim. U yarim soatga qolmay yetib keldi. Yomg'irdan ivib ketgandi. U indamay shitga borib chiroqni tuzatdi. Men unga minnatdorchilik bildirish uchun choy olib chiqdim. U oshxonada, o'sha Farhod doim o'tiradigan stulda o'tirardi. Yaxshimisiz, kelinoyi? Dedi u past ovozda. Uning ovozi bo'g'ilib chiqqandi. Men rahmat deyish o'rniga to'satdan yig'lab yubordim. Yig'ladim. 1 yildan beri ichimga yutgan barcha alamim, yolg'izligim, qo'rquvim uchun yig'ladim. Men uning o'rnidan turganini sezdim. U menga yaqinlashdi. Men undan ukaga xos taskin kutgandim. Uning qo'llari yelkamga qo'yildi. Lekin bu oddiy tasalli emasdi. Bu kuchli, erkak qo'llari edi. Bo'ldi, qiling, dedi u. Akam sizni bunday ko'rishni xohlamasdi. U meni o'ziga tortdi. Men uning ko'ksiga boshimni qo'ydim. Men uning ho'l kiyimlaridan taralayotgan yomg'ir va o'tkir erkak atiri hidini his qildim. Yuragim shu qadar tez ura boshladiki, men bu tovushni u ham eshitayotganiga amin edim. U meni quchoqlamadi. Shunchaki yelkamdan ushlab turdi. Lekin shu teginishning o'zi tanamga o't yoqdi.
Men o'zimni itarib orqaga tisarildim. Kechiring, dedim hansirab. Men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Uning ko'zlari, u menga boshqacha qarayotgandi. Bu achinish emasdi. Bu undan ham chuqurroq, qorong'uroq narsa edi. Qo'rqmang, kelinoyi, dedi u. Men borman. O'sha kundan keyin Rustam tez-tez keladigan bo'ldi. Avvaliga qaynonamni ko'rish bahonasida. Keyin esa sizga biror nima kerak emasmi deb. Biz soatlab gaplashardik. U menga Farhod haqida, ularning bolaligi haqida gapirib berardi. Men uning ovozini eshitib, go'yo Farhod bilan gaplashayotgandek bo'lardim. Lekin bu o'z-o'zimni aldash edi. Men Rustamning o'zini tinglayotgandim. Uning kulgusi, uning qarashlari, ular Farhodniki emasdi. Ular Rustamniki edi va ular menga qaratilgandi. Bir kuni u kelganida men Farhodning eski suratlarini ko'rib o'tirgandim. Sog'indingizmi? Dedi u yonimga o'tirib. Har nafas olganimda, dedim men. U qo'limdagi suratga qaradi. Keyin menga. Uning qo'li mening qo'lim ustiga qo'yildi. Qo'lim muzdek edi. Uniki esa olovday qaynoq. Men ham sog'indim, dedi u. Lekin men tiriklarni ham o'ylashim kerak. Bu nima deganingiz? Dedim men titroq ovozda. U egildi. Uning yuzi mening yuzimga juda yaqin keldi. Men uning ko'zlarida o'zimning aksimni ko'rdim. Qo'rquv va xohish. Bu noto'g'ri. Rustam, deb pichirladim men. Nima noto'g'ri? Dedi u ham pichirlab. Sizning tirikligingiz noto'g'rimi? Yoki mening sizni yashashingizni xohlashimmi? U meni o'pmadi. Shunchaki yuzimdan o'pdi. Sochlarimga yaqin joydan. Lekin bu o'pich, bu har qanday ehtirosli o'pichdan ko'ra kuchliroq edi. Bu taqiqning buzilishi edi. Bu mening 1 yillik motamimni parchalab yuborgan portlash edi. O'sha kuni biz chegaradan o'tdik. Men o'zimga yolg'on gapira boshladim. Men bu uydan ko'chib chiqdim. Go'yoki qaynonamga og'irligim tushmasin deb. Aslida esa Rustam bilan yashirincha uchrashish uchun. Biz shahar chetidagi xiyobonlarda uning mashinasida ko'rishardik. Har bir uchrashuv o'g'irlangan lazzat edi. Yomg'ir mashina oynasini savalardi. Ichkarida esa bizning og'ir nafaslarimiz havoni bug'ga aylantirardi. Uning teginishlari ochko'z edi. U go'yo mening 1 yillik azobimni, yolg'izligimni tanamdan sug'urib olayotgandek edi. Men unga qarshilik qila olmasdim. Chunki mening ham vujudim teginishni sog'ingandi. Tiriklikni sog'ingandi. Sen faqat meniksan, Laylo, derdi u meni mahkam quchib. Akam ketdi. Lekin u seni men uchun qoldirdi. Bu so'zlar dahshatli edi. Bu gunohkorona edi. Lekin shu qadar shirin ediki, men uning quchog'ida o'zimni yana ayoldek his qildim. Na beva, na motam tutgan kelin. Shunchaki ehtirosga to'la ayol. Uning lablari bo'ynimni kuydirar. Qo'llari esa tanamning har bir nuqtasini qayta kashf etardi. Men yillar davomida uxlagan vulqondek uyg'ongandim. Va bu uyg'onish, bu sharmandali darajada go'zal edi. Lekin har bir o'g'irlangan baxtning badali bor. Badali esa vijdon edi. Qaynonam, u meni hali ham qizim derdi. Har hafta meni chaqirib, Farhod sevgan ovqatni pishirib berardi. Bir kuni u menga jiddiy tikildi. Qizim, siz o'zgargansiz, dedi u ohista. Yuragim to'xtab qolay dedi. Qanday qilib? Ko'zlaringizda olov paydo bo'libdi. Motam kiyimingiz yarashmay qolibdi. Men nima deyishni bilmay qizarib ketdim.
U hamma narsani biladimi? U sezdimi? U qo'limdan ushladi. Uning kaftlari qurib qolgan. Ammo mehribon edi. Laylo, qizim, dedi u. Men sizga baxt tilayman. Farhodim qaytmaydi. Lekin siz yashashingiz kerak. Men yig'lab yubordim. Oyi, men hammasini bilaman, dedi u kutilmaganda. Men qotib qoldim. Rustamning qarashlarini bilaman, dedi u ko'zlarimga tikilib. Men onaman. Men o'g'limning yuragini bilaman. U bolaligidan akasining hamma narsasiga havas qilardi. Hatto u gapini tugatib qo'ya qoldi. Yuragim parcha-parcha bo'lib ketgandek bo'ldi. Demak, u bilardi. U bizning iflos sirimizdan xabardor edi. Oyi, men unday emas. U jilmaydi. Qayg'uli jilmaydi. U mening o'g'lim. Siz mening qizimsiz. Lekin unutma. Laylo, akasining tuprog'i hali sovimagan. Agar bu shunchaki ehtiros bo'lsa, ikkalangizni ham qarg'ayman. Agar bu sevgi bo'lsa, unda Xudo o'zi kechirsin. Qaynonamning so'zlari. Bu fotiha emasdi. Bu ogohlantirish edi. Bu bizning yelkamizga undanda og'irroq yuk edi. Men Rustam bilan uchrashishni to'xtatdim. Unga qo'ng'iroq qilib, biz gunohkormiz. Biz akangning xotirasini bulg'ayapmiz, dedim. U jahl qildi. Baqirdi. Siz uni emas, meni sevasiz. O'zingizni aldamang. Men telefonni o'chirdim. Oradan bir oy o'tdi. Men devordek yashadim. Qaynonamning so'zlari, Rustamning ehtirosi, Farhodning xotirasi. Bularning hammasi meni bo'g'ib qo'ygandi. Men sevganmidim? Yoki shunchaki yolg'izlikdan qochganmidim? Eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Eshikni ochsam, ostonada Rustam turibdi. Uning qo'lida bitta chamadon. Men bu yerdan ketayapman, dedi u. Ishimni boshqa shaharga o'tkazdim. Onamga ham aytdim. Men indamadim. U menga yaqinlashdi. Men sizga o'sha kuni aytolmagandim, dedi u titroq ovozda. Men sizni akam uylanishdan oldin sevganman. Men sizni birinchi ko'rgan kunimdan sevganman. Men indamadim. Chunki u mening akam edi. Dunyoyim ag'darilib ketdi. Men ketaman. Laylo, lekin bitta savolga javob bering. Keyin umrbod yo'qolaman. Siz meni hech bo'lmaganda bir soniya sevdingizmi? Yoki men siz uchun faqat Farhodning o'rnini bosuvchi edimmi? Men uning ko'zlariga qaradim. U yerda endi Farhodning aksi yo'q edi. U yerda faqat Rustam bor edi. Mening azobim, mening gunohim va mening ehtimol yagona najotim. Azizlar, men nima qilishim kerak edi? Men nima deb javob berdim? Siz nima deb o'ylaysiz? Xotiraga sodiqlik muhimmi yoki tirik qolgan qalbning istagimi? Bir insonning xotirasi deb ikki tirik inson baxtsiz bo'lish kerakmi? Bu sevgi. Bu haqiqiy edimi yoki shunchaki motam ustiga qurilgan bir aldovmi? Fikrlaringizni izohlarda kutib qolaman. Kanalimizga obuna bo'ling. Bu murakkab hikoyani do'stlaringiz bilan ulashing va like bosishni unutmang.